Islomiy bank tizimidagi g'arar tushunchasi. G'arar arabcha so'z bo'lib, xavf-xatar, noaniqlik, aldov yoki tavakkalga asoslangan noma'lumlik ma'nolarini bildiradi. Islom huquqshunosligida u iqtisodiy shartnomalarda natijasi noma'lum, maqsadi aniqlanmagan yoki adolatsizlik keltirib chiqaruvchi har qanday bitimni anglatadi. Shariat nazarida bunday noaniqlik tomonlardan biri foyda, boshqasi esa zarar ko'rishi mumkin bo'lgan vaziyat haqiqiy iqtisodiy faoliyatni buzuvchi omil hisoblanadi. G'ararning ildizi axloqiy tamoyillarga borib taqaladi. Islomda har qanday iqtisodiy faoliyat adolat, ishonch, shaffoflik va o'zaro rozilik asosida bo'lishi kerak. Nohaqlik, noaniqlik yoki yashirin shartlar orqali foyda olish, aldov va harom yo'l bilan foyda orttirish deb baholanadi. G'arar manbalari va diniy asoslari. G'ararning haromligi Qur'on va hadisda aniq ko'rsatilgan. Qur'oniy asoslar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ey mo'minlar, sizlar o'rtangizda mol-dunyoyingizni botil yo'l bilan yemang, faqat o'zaro rozilik asosida halol savdo qiling." Bu oyatda botil yo'l deganda noaniqlik, aldov, spekulyatsiya, bu narx oshadi yoki tushadi degan taxmin asosida foyda olish uchun risk qilish yoki nohalol bitimlar ham nazarda tutiladi. Hadis asoslari. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'arar asosidagi savdoni man qildilar. Bu hadis islom iqtisodiy fiqhida asosiy manba hisoblanadi. Unga ko'ra, natijasi noma'lum bo'lgan har qanday savdo yoki moliyaviy operatsiya harom sanaladi. G'ararning iqtisodiy mohiyati. G'arar iqtisodiy nuqtai nazardan noaniqlikdan kelib chiqadigan ortiqcha tavakkalchilik demakdir. Ya'ni, bitim tomonlari uchun asosiy ma'lumot, narx, sifat, muddat, miqdor, holat, natija haqida aniq ma'lumot mavjud emas. Bu esa iqtisodiy adolat va xavfsizlikni buzadi. Islomiy bank tizimi iqtisodiy barqarorlikni, adolatni va shaffoflikni ta'minlovchi tizim bo'lgani sababli g'ararni qat'iyan rad etadi. Ushbu tamoyilning mohiyati daromad faqat haqiqiy iqtisodiy faoliyat natijasida ma'lum riskni baham ko'rish asosida olinishi kerak. G'ararning turlari. Islomiy fiqh omillari g'ararni quyidagi ikki asosiy turga bo'lishadi. Bu bitimning asosiy shartlariga ta'sir etuvchi, natijasi noma'lum yoki adolatsizlikka olib keluvchi noaniqliklardir. Misollar: mavjud bo'lmagan tovarni sotish. Men senga dengizdan baliqni sotdim. Hali o'rilmagan hosilni sotish. Sug'urta shartnomalarida qachon to'lov bo'lishi noma'lum bo'lsa, bunday bitimlar mutlaqo harom hisoblanadi. G'arar yasir. Kichik g'arar. Bu kundalik savdolarda tabiiy tarzda uchraydigan, lekin bitimning mohiyatiga zarar yetkazmaydigan noaniqliklardir. Misollar: sabzavotlarni savat bilan sotish. Aniq soni noma'lum, ammo taxminiy. Qadoqlangan tovarlarda ozgina kamchilik bo'lishi. Natijada bunday holatlar joiz hisoblanadi, chunki ular amaliyotda muqarrardir. G'ararning islomiy bank tizimidagi o'rni. Islomiy banklar shariat tamoyillariga asoslanadi, ya'ni ular riba, foiz, maysir, qimor va g'arar noaniqlikdan xoli bo'lishi shart. An'anaviy banklarda shartnomalar ko'p hollarda foiz va nohaqlikka asoslanadi. Masalan, kredit shartnomalarida foiz stavkalari o'zgarishi yoki risk faqat mijoz zimmasiga yuklash hollari. Islomiy banklar esa bunday nohaqliklarni bartaraf etish uchun real aktivlar va hamkorlikka asoslangan moliyaviy vositalardan foydalanadi. Asosiy islomiy moliyaviy vositalar. Moliyaviy vositalarga murabbaha, ijara, musharaka, mudaraba va
takafful kiradi. Ularning tavsifi: murabbaha bank tovarni xarid qilib, mijozga ma'lum ustama bilan sotadi. Narx, muddat, shartlar esa aniq belgilanadi. Ijarada esa lizing asosida aktivni ijaraga berish, shartnoma aniq ijara muddati va to'lov miqdori belgilangan bo'ladi. Musharakada sheriklik asosida kapital qo'shish, foyda va zarar nisbati oldindan kelishiladi. Mudarabada esa bir taraf kapital beradi, ikkinchisi esa boshqaradi. Foyda nisbati kelishilgan, lekin zarar kapital egasiga tegishli bo'ladi. Takafful islomiy sug'urta. Ishtirokchilar o'zaro yordam fondiga hissa qo'shadi. Bu yerda esa g'arar mavjudligi faqat mudarabada minimal bo'ladi, qolganlarida esa mavjud bo'lmaydi. G'ararning amaliy misollari: harom bitimlar, ya'ni bunda g'arar mavjud. Men senga bugun qo'lga kiritishim mumkin bo'lgan oltinni sotdim. Bu yerda mavjud emas. Men senga shu yilgi paxta hosilini sotdim. Hosil chiqmasligi mumkin. Bu ham mumkin emas. An'anaviy sug'urta polisida qachon hodisa ro'y berishi noma'lum, lekin to'lov faqat hodisada amalga oshiriladi. Bu g'ararga kiradi. Halol bitimlar, ya'ni g'arar mavjud bo'lmagan bitimlar. Men senga omborda turgan 5 tonna bug'doyni sotdim. Men senga 1 yillik ijara asosida uyni beraman. Oyiga 1 million so'm. Men senga mashinani 50 million so'mga 12 oyda to'lab sotaman. Bu hollarda barcha shartlar aniq va tomonlar o'rtasida noaniqlik yo'q. Endi esa g'ararning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini ko'rib chiqamiz. Moliyaviy inqirozlar xavfi ortadi, chunki noaniqlikka asoslangan bitimlar barqaror emas. G'arar mavjud bo'lgan bitimlar iqtisodiy tizim uchun xavflidir. Adolat buziladi. Bir taraf foyda, boshqasi esa zarar ko'radi. Spekulyatsiya va qimor elementlari paydo bo'ladi. Ishonch kamayadi, ya'ni investor va mijoz o'rtasida shubha kuchayadi. Islomiy banklar bu oqibatlarning oldini olish uchun shariat kengashlari orqali har bir mahsulotni tahlil qiladi, shartnoma tuzilishini tekshiradi va halol, harom chegarasini aniqlaydilar. G'ararning oldini olish choralari. Islomiy bank amaliyotida g'ararni kamaytirish uchun quyidagi tamoyillarga amal qilinadi. Shartnoma shaffofligi. Har bir band yozma aniq va tushunarli bo'ladi. Real aktivlarga tayanish. Moliyaviy vosita haqiqiy mahsulot, xizmat yoki loyihaga asoslanadi. Riskni baham ko'rish, foyda bilan birga xavf ham teng taqsimlanadi. Shariat maslahatchilari nazorati har bir bitimning diniy jihatdan tozaligini kafolatlaydi. Zararni oshkor qilish. Har ikki taraf moliyaviy holat va risk haqida ochiq ma'lumot beradi. Xulosa qilib aytamizki, g'arar Islomiy bank tizimining eng muhim nazariy va amaliy cheklovlaridan biridir. Uning man etilishi orqali islom iqtisodiy bitimlarda shaffoflik va ishonchni mustahkamlaydi. Aldov, spekulyatsiya va tavakkilchilikni cheklaydi. Real iqtisodiy faoliyat va ijtimoiy barqarorlikni rag'batlantiradi. Islomiy bank amaliyotida g'arar tamoyilining to'liq tushunilishi bu tizimning axloqiy va barqaror asoslarda ishlashini ta'minlaydigan poydevordir. Shunday qilib, g'ararni taqiqlash faqat diniy buyruq emas, balki iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy adolat va halol foyda tamoyillarining kafolatidir.